Xo'p, assalomu alaykum, qadrli kuzatuvchilar. Yana bir bor. Xo'p, mavzuyimiz shu Ronaldoni holat haqida gaplashamiz. Ya'ni Ronaldo uni Tramp bilan ko'rishishi va u bilan o'sha hamrohi deylik, mayli. Unga uylanishi, ya'ni turmush qurish taklif qilishi va uni shaxsiyati haqida ozgina gaplashib o'tamiz. Endi bitta narsani aytish kerak. Men oldin ham bir futbol haqida katta stream qilganman. O'shani men bu kanalga ham tashlab qo'yaman. O'shani bitta eshitib chiqasizlar. Shunda ko'p savollarga javob topasizlar deb umid qilaman. Hozir qisqa qilib aytamanki, Ronaldo, Messi va shunga o'xshash mashhur futboldagi shaxslar bor-ku, bular nima deydi, 100% o'zini mehnati bilan bu darajaga chiqmaydi. Uni orqasida muayyan bir guruhlar ishlaydi. Muayyan bir guruhlarning manfaati uchun qilinadi. Ya'ni o'z-o'zidan bo'lmaydi. Misol uchun Neymar ham xuddi shunaqa bo'lgan, lekin muayyan bir jabhada Neymardan voz kechishdi deb o'ylayman. Shuning uchun uni ortiq nima deydi, kuchaytirishmadi, boshqa qilishmadi, xullas qolib ketdi. Ya'ni o'sha Ronaldo, Messi kurashida ishtirok eta olmadi. Ya'ni bir uchinchi shaxs sifatida ko'rpani o'ziga torta olmadi. Buni asosiy sababi deb o'ylaymanki, Neymarga nima deydi, yetarli darajadagi bir anaqa chiqmadi. Chunki u Barsada o'ynaganda nima bo'ldi? Messi bor edi, o'tdi. Barsadan ketdi, u PSG u ishni bermadi, chunki PSG ajoyib bir kunda siyosatini o'zgartirdi. Shuning uchun. Xo'p, endi Ronaldoga keladigan bo'lsak, bitta narsani tushuninglar, bunaqa juda katta mashhur odamlar bo'ladi-yu, juda odamlarga ta'sir doirasi katta bo'lgan odamlar agar buni o'zi muayyan bir elita vakili bo'lmasa, ya'ni o'zi bir kuchga ega odam bo'lmasa, unga doim qarab turuvchi bironta bir odamni tiqishtirishadi. Bu har xil bo'lishi mumkin. O'sha murabbiy bo'lishi mumkin, misol uchun futbolda yoki обычный hayotda ustozi, do'sti, hamkori. Endi bunaqa paytda eng doimiy asrlar davomida ishlab keladigan usul bu ayol, ya'ni xotini. Uni yonidagi o'sha xotini eng zo'r ta'sir qiladigan shaxs bo'ladi. Chunki o'zi bitta narsani tan olish kerak. Men oldin ham ko'p gapiraman. Bizlarning o'zbekchilikda ham bunaqa fikrlar bor, u ayolingga siringni aytma deydi, ayol unaqa deydi. Men shu narsalarga sal skeptikroq qarayman. Shuning uchun aytamanki, yo'q. Inson ayolini yonidagi o'sha ayolini eng yaqin do'st qilishi mumkin yoki eng yaqin dushman qilishi mumkin. Bu endi alohida mavzu, bu yerga tegishli emas. Men nima demoqchimanki, ayol kishi erkak kishiga eng qattiq ta'sir qiladigan odam. Chunki o'sha u bilan o'sha bitta yastovda yotadi, kun bo'yi uni biladi, boshqa qiladi, ya'ni eng yaqin odami. Shu tariqa eng ta'sir qiluvchi. Bu narsa asrlar davomida ishlab keladi. Buni institut ayollar xotinlari deymizmi, instituti desa ham bo'ladi. Misol uchun bizga mashhurlardan biri O'zbekistonning seriallari ham qo'yilgan Sulaymon Qonuniyni olsak, uni o'sha Roxanani tiqishtirilishi, Xurrem Sulton uni o'sha Vena afsonasidan Forsga qarab yurishiga sababchi bo'lishi, uni o'g'illariga qarshi isyon qilishlari, hammasini bilamiz. Bilmaganlar bir o'rganib chiqsanglar, go'yoki bizga uni qanaqa ko'rsatishganki, Xurrem Sultonni Sulaymon Qonuniy sevganmish, uning uchun hamma narsaga tayyor bo'lganmish, bu yoq. Lekin bular hammasi safsata gaplar, unaqa darajada sevgi, muhabbat bo'lmaydi. Bu yerda kelishuv bo'lgan. Muayyan bir guruhlar, men o'ylaymanki, o'sha yahudiylarning guruhi Roxanani tiqishtirishgan, chunki bu yoqdagi ayollarning ichida rumliklarga tegishli bo'lgan ayollari bo'lgan. Sizlar o'sha ayollarni kelib chiqishini o'rgansanglar, topasizlar. Ochiq manbalarda bor. Xullas, shu orqali unga ta'sir qilishadi va Sulaymon Qonuniy Venani olishdan ham mahrum bo'ladi, Forsni olishdan ham mahrum bo'ladi va oxirida o'zi yo'q qiladi, shu xotinidan voz kechadi. Nima demoqchimanki, bu narsa ishlab keladigan tizim. Endi Sulaymon Qonuniyning o'zini aqli kuchi, ya'ni u o'zi subyekt bo'lgani uchun u ajoyib bir kunda Roxanadan qutula olgan. Ronaldoga o'xshagan subyekt bo'lmagan odamlar qiyin. Ronaldoga o'xshagan, ya'ni shunga o'xshagan kuchli odamlarni
yonida ayol turishi unga doim o'sha qarab turadi, liniyadan chiqmasligi kerak bo'lsa уже mana ko'pchilik musulmon olami yaxshi ko'radigan o'sha musulmon bo'lmasligini ham ta'minlab berishadi. Chunki Ronalduning musulmon bo'lib ketishi bu judayam katta ta'sir ko'rsatadi. Pul juda katta pul bor. Bugungi kunda Ronaldu eng ta'sir doirasi katta odamlardan. Men o'ylaymanki, Tramp bilan ko'rishishi bu bir shunaqa simvolikaki, Tramp bugungi kunda o'zini imperiya deb e'lon qildi-da, rasman Rim imperatori deb e'lon qildi. Amerika Tinch okeani ko'rfazida yangi Rimni tikladi. O'sha biz tarixda bilgan Italiyadagi Rimning aksini tikladi. Shu Kapitoliyga qarasanglar ham shu Rimga o'xshatib qurilgan. Bu Rim, Rum emas. Bitta adashmaylik. U bilan xuddi shunaqa bir shaxs ko'rishdi. Go'yoki, u ham bir shunaqa odam, odamlar unga ergashadi. Chunki futbol tarixida bitta narsani tushuninglar, hech qachon Messi bilan Ronaldudagi shaxsiyat yasalmaganda. Bu ikkalovi shunaqa yasaldiki, mana qiziq holat bor, sizlar e'tibor qiling. Bu ikkalovi jarohat ham olmaydi-da. Bu ikkalovini hayotida bir qing'ir ishi ham yo'q-da, bir ayblaydigan ishingiz ham yo'q-da, bir nimadir ham yo'q. Mana Maradonalarda narkomaniya, boshqa chiqqan, hamma bir mashhur futbolistlarni ko'rsanglar, nimadir kasaki bo'lgan. Farqi yo'q, o'sha Baggiola penalti ura olmagan, Tottini kimlargadir tuplab qo'ygan 2014-yillarda, 2004-yillarda yoki boshqa mana misol uchun Zidanlarda bo'lgan pravallar, o'sha kalla qo'ygani, boshqa. Bularda hammasi bir tekisda, doim bular yaxshi. Demak, buni orqasida juda ham katta institut ishlayotganini bildiradi. Biz bitta narsani tushunishimiz kerakki, Messi bilan Ronaldo ikkita vetkani vakili bir-biri bilan o'zaro kurashadi. Messi o'zini maqsadiga erishdi. 2022-yil jahon chempioni bo'ldi. O'zi 2014-yilda juda yaqin keluvdi, lekin nemislar bermagan edi. Braziliyada, chunki nemislar o'shanda juda qattiq yurish qilishgan o'zi. Buni qattiq yurishini qattan bilamiz. Braziliyani yanchib tashashgan edi. Bilasizlar? Bunaqa bo'lmagan tarixda. Mana hozir Italiya haqida hamma gapiryapti. Italiya sindi deb. To'g'ri, Italiya shu Braziliyalarni qatorida bo'lganda, bir vaqtlar dunyoda ikkita gigant bo'lgan. Bittasi Braziliya, bittasi Italiya bo'lgan. Ya'ni stabil grandlar. Nemislar bo'lgan, to'g'ri. Uchta ekan hozir mana asosiy grant. Orada Argentina yoki Angliya yoki Ispaniya yoki Fransiya galma-gal, Gollandiya bu taxtga chiqishga kurashib turishdi, lekin asosiy uchta gigant bo'lgan. Endi Germaniyadan ko'ra Italiya ko'proq romantika bo'lgani uchun ular Braziliya bilan qattiq tashashgan. Shu romantikasi uchun, ularning romantikasi bilan bular romantikasi 94-yilgi jahon chempionatida bular o'sha romantikani cho'qqiga olib chiqishdi. Baggio, Romario, men buni videosini bir tashlaganman. O'sha bir-biriga qarab turadi o'yindan oldin. Xullas nima demoqchimanki, o'zim Braziliyani ham qanaqa kuchaytirish haqida audio o'qiganman, uni ham guruhga tashlab qo'yaman. Nima demoqchimanki, xullas mana shunaqa Germaniyani juda ham cho'qqiga chiqishi bo'ldi 2014da. Men o'ylaymanki, 2014da o'zi juda ko'p narsa qilib berishdi Argentinaning chiqishiga. Guruhda kuchli jamoalar qolib ketdi. Mana Italiya qoldi guruhda, keyin Angliyani qoldirishdi yarimda. Nemislar menimcha bo'ysunmadi Argentinaga. O'zi Argentina bilan nemislarni juda ham uzviy bog'liqlik joylari bor, katta mavzu. Bir kun uni ham yoritamiz inshaalloh. Shunda yanchishdi. Braziliyani keyin ketidan og'ir o'yinda Argentinani yutishdi. Keyin uzoq vaqt bu qolib ketdi. Chunki men bir narsa aytaman, o'zi mana jahon chempionatlarida mana bitta joyda tuzatishdi. 58-yilda Shvetsiyada Braziliya chempion bo'lgan ekan Yevropada. Endi bu 60-yilgacha bo'lgan futbol boshqacha, undan keyin futbol o'zgarganda, mana qaranglar. 60 dan keyin oladigan bo'lsak, bironta Yevropada o'tgan jahon chempionatida boshqa qit'a vakili yuta olmagan, o'sha Janubiy Amerikani deylik. Boshqalarda shansi bo'lmagan. Hop, yuta olmagan. Faqat mana shu boshqa qit'ada bo'lganda bular olib yurgan. Shuni hisobiga mana 2014 dan keyin 2018 yilda o'tda Argentina aniq shansi yo'q edi. Uni hamma bilardi. Prekrasno bilardi. O'sha Argentina bilan Xorvatiya o'yinini sizlar ko'rsanglar, juda bir ochiq o'yin bo'lgan, ya'ni xorvatlar yutgan edi. To'g'ri, endi xorvatlar keyin bu narsani tashlab berdi 2022-yilda. Papa Fransisk
sharofati bilan deyman buni men. O'sha o'yindan oldin men aytuvdim, mana shu yozuvda qaydlarda bo'lishi kerak. Ya'ni Xorvatiya 2018-yilgi g'alabasini to'lovini to'lab beradi, ya'ni qoladi. To'g'ri, endi orada Gollandiya bilan og'ir o'yin bo'ldi Argentinada. Endi o'zi Gollandiya shunaqa xalq, ular hech kim o'zi bir kuchli nima deydi, elitasiga ega. Ularni ham gollandlar haqida ham ko'p gapirsak bo'ladi. No, o'sha o'yinni ko'rsanglar, Gollandiya bilan qanaqa qilib Argentinani qulog'idan tortib olib chiqishganini bilasizlar. Xullas, final ham qanaqa bo'lganini hamma bilsa kerak. Men o'zi finalni to'liq ko'rmagan edim. Asosan o'sha atriflarni ko'rganman, lekin ощущение shunaqa bo'lganki, o'sha Makronni tushib Mbappe bilan gaplashishlari, o'sha ощущение shunaqaki, bu yerda faqat Mbappe ko'nmagan. Nima deydi, Kolomuanini ham gol ura olmaganini men hali ham hazm qila olmayman. U rostdan ura olmadimi yo rostdan shunaqa tepdimi, ya'ni. Shu darajada Oskar mukofotiga sazovor o'yin qilishganda. Ya'ni o'shanda biz bildikki, Papa Fransisk Argentinaga g'alabani olib ketdi, chunki o'zi Papa Fransisk argentinalik bo'lgan edi, futbolga juda qattiq qiziqardi. Xullas, nima demoqchimanki, Messiga shu narsani olib berishdi. No, Ronaldo Yevropa chempioni bo'lgan 2016-yilda bilsanglar, u ham o'sha Portugaliyaga juda katta yordam bilan olib chiqishdi 2016-yilgisini. Shu Italiyani agar finalda ko'pchilik aytadi, agar finalda Italiya chorakda Germaniyadan qolmaganda, bular hali Fransiyadan ham o'tardi. Umuman boshqacha, chunki o'zi reja bo'yicha Italiya bilan Fransiya bo'lgan, anaqa Portugaliya bo'lganda finalda. No, nemislar bilasizlar qanaqa juda yomon o'yin ko'rsatgan fransuzlar bilan. Fransuzda chiquvdi finalda. No, Ronaldo o'tda maza qila olmagan. Hamma biladi o'sha qanaqa o'yin bo'lgani. Chunki bitta narsani sizlarga doim aytib kelaman men. Ronaldoning eng katta dushmanlari Portugaliyaning o'zi. Ya'ni Portugaliya elitasi, ya'ni futbol elitasi deylik. Chunki Portugaliya futbol elitasi nimaga desa, bu Portugaliyadan voz kechgan holda Ronaldo bu narsalarga erishganda, o'sha Real Madridga o'tib, chunki o'zi bitta narsani tushuninglar, Ispanlar bilan Portugaliya juda qattiq bir bilan dushmanchilik qiladi. Buning ham juda tarixi uzun. Asl yahudlar ham o'sha yerlarda o'ralashib yuradi ko'p. Xullas, nima demoqchimanki, 2016-yilgi Yevropa chempionligi unaqa tatiydigan chempionlik bo'lmagan, hamma biladi buni. Misol uchun oddiy o'sha pandemiyadan keyingi Italiyaning chempionligi bulardan ko'ra romantikroq bo'lganda, romantikroq bo'lgan. O'yin ham, final ham hamma biladi. Shuning uchun men o'ylayapmanki, hozirgi kunda bu meni shaxsiy tahlilim, 2026-yilgacha bu Ronaldoni turib berishi, yana Saudiya bunga sharoit qilib berishi, butun buni o'sha orqasida kimlik ishlayotganini biz bilsak bo'ladi. Mana Saudiya bor. Ronaldoni orqasida ishlayapti. Bunga pul tikishi, buni olib kelishi, balki shu Ronaldo uchun butun ligalarning tashkil qilinishi, o'zgartirilishi, unga o'yin anaqasini berishyapti. Chunki Ronaldo hozirgi kunda Yevropada bunaqa holatda o'yna olmaydi. Birinchidan, doimiy yaxshi jamoada asosiy sostavda tushishi juda qiyin. Tushsa ham o'tda o'yin jo'ski. Yevropada bilasizlar, bironta bir jarohat orttirishi mumkin yoshi katta holatda. Bu tabiiy holat. Misol uchun ozgina kuchliroq stikka hisobiga, to'qnashuv hisobiga Ronaldo jarohat olishi mumkin. Chunki baribir yoshi katta bo'lgandan keyin mushaklar o'zini so'zini aytaveradi. Xo'p, keyin o'sha mana Trampni ko'rishi ham, o'sha Muhammad bin Salmon bilan ko'rishdi, ketidan Ronaldo ko'rishdi. Yoki oldin bo'ldimi bilmayman, qarash kerak. No, bular bitta delegatsiya bo'lib kelgan, aniq. Xullas, bular 2026-yilda Ronaldoni jahon chempioni qilmoqchi. Portugaliyani. O'zi bu haqda Simpson bir video qilgan ekan. Endi bu oldin qilinganmi yo yaqinda qilishdimi? Portugaliyaning chempioni bo'lishi haqida bir atsilka berishgan ekan. Xullas, Trump showmen, hamma biladi. U poker o'ynashni yaxshi ko'radi. Hozirgi kunda u Ronaldoga pul tikyapti, ya'ni tikyapti, qo'yyapti o'rtaga ko'mga. Messi ham bor, bu yerdan keyin Messi ham o'zini so'zini aytmoqchi. Messi ham Amerikaga nimaga borib oldi? U ham o'sha Amerikada muxlis to'plash uchun.
o'sha muxlis orttirish uchun bular hammasi strategiya deb bitta narsani tushuninglar, bu jamoalar o'zicha tanlanmaydi. Messi u yerga borgandan asosiy ish sababi o'sha Amerikada muxlis to'plash. Chunki Amerika boshqa umuman Yevropani olsangiz, Osiyo Yevropadan boshqa bir dunyoda. U yerda futbolga ham boshqacha qarashadi. Ular futboldan ko'ra o'zini futbolini ko'radi, basketbolini, beyzbolini ko'radi-da. U yerda bu chempionatda, ya'ni futbolni nufuzini oshirish uchun Kanada bilan Amerikada oxirgi 20 yilda juda katta ish qilindi-da. Juda kolosalniy. Mana hozir oxirgi 5 yillikni qarasanglar, Kanada bilan Amerikadan juda ko'p o'yinchilar kelgan Yevropaga. Buni целенаправленно qilishyapti. Ataylab shuni olib kelishyapti shu narsaga. Shuning uchun ham Messi o'sha yerda boryapti, o'sha yerda dvijuha qilyapti. Messida ham bor. Endi albatta Franko-Germaniya ittifoqi ham boradi. O'tga juda yomon. Nemislarni men oxirgi o'yinini ko'rdim. Juda shafqatsiz o'ynashyapti. Bilmayman, Wirtz Liverpoolda nima o'ynayapti, muammo slotni o'zidami, bilmayman. Ispanlar bor Yamal boshchiligida. Endi bilmayman, Ispanlarga qo'yib berishadimi, yo'qmi, Yevropa chempionatidan keyin. Bu ham bir gumon. Endi inglizlar bor bu yerda, keyin juda ham qattiq kelayotgan alamzada ularni murabbiyi nemis odam. Atilam nemis olib kelishi deb o'ylayman. Chunki nemislar biroz qaytmasroq bo'ladi. Inglizlar kompromisga kelishi mumkin. Southgate kompromisga keladigan murabbiyda, Tuchel kompromisga kelmaydiganroq murabbiy. Balki shuning uchun qo'yishgandir o'sha jahon chempionatida muayyan bir jabhalarda muayyan bir so'zlarni aytsin deb. Xo'p, Italiya ham bor. Endi Italiyaning holatini ko'ryapmiz, lekin Italiyaning ham jahon chempionatiga chiqishi hamma uchun manfaatli, chunki eng katta diasporalardan bittasi Amerikada. Italiya diasporasi, Italiyaliklar juda ko'p, Italiya madaniyati juda urchigan, muxlisi ko'p. Ya'ni pul topish har xil jihatidan Italiyaning jahon chempionatiga chiqishi hamma uchun manfaatli. Endi ko'ramiz, vaqt ko'rsatadi. Endi mavzuga orada bitta o'sha Jorginhoga qaytadigan bo'lsak, mavzudan uzoqlashib ketibmiz, ozgina uzr. Xo'p, Jorginho bilan o'sha Ronaldoni tanishishi qiziq-ku, bilasizlar, o'sha Gucci'ga kirgan va oddiy sotuvchi bo'lgan. Ronaldo bilan tanishib qoldi, shu bilan bo'ldi. Bu toza erta. Rostdan haqiqatda shunaqa bo'lgan bo'lishi mumkin. Lekin u qiz oddiy qiz emas. Men uni avtobiografiyasini hozir topa olmayapman to'liq. Bilganim uni otasi bir paytlar Argentinada narko biznes bilan qamalib chiqqan. Argentinalik kelib chiqishi bu qizuv tomoni, diqqat qilinglar shu joylariga. Aynan shu Jorginhoni o'sha jahon chempionatidan keyin uylanish taklifini berishi ham bu o'sha kelishuvni bir qismi. Ya'ni Jorginho ham o'sha gruppirovkaning odami, u o'zini tutishi, men Jorginhoni kuzatmayman, bu unaqa ayollarni, lekin menga o'sha videolarda chiqib qolganda ko'rganman, o'zini tutishini aristokratkalarga o'xshab o'zini tutadi. Bu hech qanaqa oddiy oiladan chiqqan, qiyinchilik ko'rib, sotuvchilik qilib yurgan qizlar emas. Chunki odamni ko'zi bilan iyak deydi-ku, odam iyak qismini jahini tegini tutishi aristokratlarda boshqacha bo'ladi. Unga ko'nikish kerak. U juda qiyin. Uni tarbiya qilish juda qiyin. Agar bilsanglar, bitta kino bor edi, Leonardo DiCaprio chiqqan, ana temir niqobli odam to'g'risida. O'shanda qirolni almashtirishganda oldiga kelib bitta ayol yiqilganda, o'ynayotganda turib yordam berib yuboradi, undan turib ketadi. Ya'ni o'sha yerda sezib qolishadi, qirol almashtirilgan. Xuddi shunaqa u kasaklari bu odamda seziladi agar unga nimadir o'rgatilayotgan bo'lsa. Jorginhoda u o'zi trend beryapti, u o'zini tutishi, bu hammasi o'sha elitniy gruppirovkadan bo'lgan ayollik. Endi bu hozir hamma konspirologiya deydi, dalil so'raydi. Bu narsalarni siz o'zingiz ozgina qidirib, izlansangiz, til bilsangiz, topsangiz bo'ladi. Buni anaqasini nima deydi? Chunki bundan oldingi o'sha Irina Sheykan Ronaldoni Xazarlar, e'tibor qilinglar, tatarlar o'sha Xazar gruppirovkalaridan odami bo'lgan. Ya'ni o'sha yerda Xazarlarning o'yini bor edi. Keyin Jorginhoning kelishi, bu demak Xazarlarning o'tdan chiqarib yuborilishi bo'lishi ham mumkin. Ronaldoning guruhidan.
Xo'p, mavzu shu edi. Endi nima desam ekan? Menimcha, ko'pchiligiga tushunarli bo'ldi. Nima deydi endi? Qo'ldan kelgancha tushuntirishga harakat qildim. Xo'p, endi 17 yoshlar haqida bir fikr bildiring deyishdi. Men endi to'g'risi bularni o'yinini ko'rmadim. O'zim bunaqa o'yinlarni ko'rmayman hadeb. Bilganim endi nima deydi, o'zi Italiyaning yoshlari, u tengdi yoshlar Yevropa chempioni bo'luvdi. Yevropa chempioni bilan Osiyo chempioni bo'luvdi shekilli O'zbekiston, 3-2 o'ynashi o'zi yaxshi o'yin. Yaxshi natija. Bundan hech xafa ham bo'lish kerak emas. Shu tempda ushlash kerak. Shu tempda o'ynash kerak deb hisoblayman. Keyin o'sha butsilar haqida gapirishdi. Bitta narsani tushuninglar. Halil Hamidovni kimdir yozgan ekan, futbolda mayda detallar bo'lmaydi deb. Noto'g'ri. Futbolda mayda detallar muhim. Chimni mana shu Barselonani yutish uchun chimni sal o'stirib ham qo'yishardi oldin jamoalar. Ya'ni balandroq urishardi. Ya'ni kopto yaxshi dumalamaydi. Shunda tiki-taka yaxshi o'xshamaydi deb. Bu hamma narsa muhim, mayda detallar muhim. Butsini o'sha tishini chuqurroq bo'lishi. O'zi instruksiyada butsani tishi temir bo'lishi kerak. Suv sepiladi o'yindan oldin. Yevropa standartida suv sepiladi o'zi o'yindan oldin. Shuni hisobiga butsi temir bo'lishi kerak, o'shani buraladigan. Bizanikilarniki plastmas bo'lgan deyishyapti. U bolalar sirg'anib ketdi deyishyapti. Tabiiy. U faqatgina murabbiyni aybi emas, u butun o'sha jamoani aybi. Chunki kimlardir o'yinni analitika qiladigan odamlar bo'ladi. Endi bizlarning sistema qanaqa ishlashini men bilmayman O'zbekistonni. Italiyaning murabbiylar tizimi qanaqa ishlashini bilganim uchun u yerda bor bunaqa narsalar. Hattoki Italiyada men Conte haqida qo'ydim-ku, ya'ni murabbiy qattiq urushgani, so'kkanini tanqid qilishyapti O'zbekistonnikini. Bu normal holat. Italiyada shunaqa mutaxassislar bor, o'yinda o'tiradida, murabbiyning yonida turadi jurnalist. Murabbiyning har bir gapini yozib turadi. Mana daqiqada mana bunaqa dedi, taktikani mana bunaqa o'zgartirdi deb o'yinni analitika qilib berib boradi-da. U mana bunaqa dedi, hatto g'alibda gapirgan gaplarigacha gapiradi, yozadi. Bizda endi bu narsalar yo'q. Shuning uchun ko'pchilik bilmasligi mumkin. Mana Antoni Conteni aytaman, Allegri ham xuddi shunaqa. Hamma emotsional murabbiylar o'zi hammasi so'kadi. O'sha onadan ham so'kadi. Banuccini Italiya tilini biladigan jurnalistlardan men o'qiganman. O'sha ayniqsa pandemiya paytida juda yaxshi eshitilgan o'yinlar ochiq so'kardi. Hattoki nima deydi, mashq qiladi, ya'ni o'yin oldin mashq qiladi ham, trenirovka deydi. Mashg'ulotlarda ham juda qattiq so'kkan onadan. Eng ko'p Banuccini so'kkan. Nega desa, endi o'zi Banucci eng ключевой игрок edi Conte'da. O'sha bitta pas bilan chiqarib yuborish. Gollari bor, ularni super shunaqa Banucci bitta chiqarib yuborgan. Banucci o'zi zo'r himoyachi bo'lmagan. Ko'p xato qilardi himoyada, shuning uchun ko'p so'kish eshitardi. Shuning uchun buni normal qabul qilish kerak. Emotsional odam bunaqa paytda so'kadi, uradi, tepadi. Holat og'ir bo'ladi. U yosh, katta deb qarab o'tirilmaydi. Keyin futbolchilar, men qayta aytaman, agar so'kish bilan yosh 17-16 yosh yigitlar yosh so'kish bilan sinib qolayotgan bo'lsa, demak, strukturada psixologlar yaxshi ishlamayapti. Balki psixiatrlar ham kerakdir. Chunki Sapanari aytganidek, futbolchi oldin kalla bilan, keyin oyoq bilan o'ynaydi. Yaxshi, kuchli futbolchi deydi. Men qayta aytiraman, o'zbek futbolistlarini mentalitetini kuchaytirish kerak. Faqat yugurishni emas. Shunda biz kuchli avlod yasa olamiz futbolda. Bo'lmasa bo'lmaydi u. Faqat atletizm muhim emas futbolda, kalla muhim. Ya'ni ko'p yugurish shart emas. PlayStationda FIFA o'ynayotgan yoki PES o'ynayotganlarda biz aytardik, yugurishi yaxshi o'yinchilarni qo'ysa biz aytardik. O'ynash bilmaydigan odamlar shu yerda ma'lum bo'ladi. Yugurish muhim emas derdik-da. Yugurish yaxshi yugurmaydigan o'yinchilar bilan ham bo'ladi deb kulardi. Xo'p, xullas shunaqa. Endi yana bitta narsani aytib o'tib ketaylik. Cannavaro haqida tahliliy maqolani oldim. Bir Italiya futboliga kuchli bitta mutaxassis orqali zakaz beruvdim. Diplom ishlarini olib bo'lmadi. Yopiq holatda ekan. Demak, u yerda
aytdiki u odam ham demak unaqa juda unikalniy narsa yo'q diplom ishida dedi. Shuning uchun yopiq bo'ldi. Lekin almanach qilib bir maqola qilgan ruscha. Balki Alloh nasib qilsa o'zbekchaga tarjima qilishga vaqtim bo'lsa, tarjima qilib berarman, o'qib berarman ham audio qilib. Nega endi Cannavaro haqida qilyapman? Endi birinchidan shu Italiya futboli legendalaridan, afsonalaridan biri bo'lgani uchun, menga yaqin bo'lgani uchun uni anaqasi shuni qilib beryapman. Bir o'zbek muxlislariga ham, o'sha futbol muxlislariga oson bo'lsin deyapman. Xo'p, endi menimcha yetsa kerak, qancha gaplashdik mini streamga. Baribir savollar ham hech kim bermadi. Keyingi bir kelajakda o'ylaymanki, inshaalloh bir soatlik shu katta stream qilishni ham o'ylab ko'rsak bo'ladi. Shunda balki oldindan savollarni qanaqa berishlarini ham kelishib olamiz. Xo'p, holat shunaqa. E'tiboringiz uchun tashakkur. Tushunmagan joylar bo'lsa yana savol-javoblar qilamiz. Salomat bo'linglar.